Nihoyat o'sha kun keldi. Hech qanchalik qiyin bo'lmasin, bu telefon bilan munosabatlarimizga bugun nuqta qo'yiladi. Keras bugun hech qanaqa ishim yo'q, faqat telefon bilan o'rab bilaman bugun. Avtobusga chiqsam bitta ayol shunaqa katta kuchugini olib chiqib olgan ekan. Qo'rqib zo'rg'a ketdim. Bugun havo yaxshi, qaytishimga yaqin yomg'ir yog'ardi. O'z oldindan telefonni Pro Maxga qiziqmaganman. Doim o'zini inyabichni ranglilarini yaxshi ko'rganman. Taxminan 1 oycha oldin iPhone 17 ni imенно shu olivki rangini ko'rib ketdim. Just stunning guys. Dan beri kechasi bilan uxlamayotgandim. Bu silay telefon menda bo'lishi kerak edi. Nihoyat shukur bugunga nasib qilgan ekan, bugun olyapman. O'zimda xursandman, o'zim bosib turman. Biz qisqa unpacking bo'ldi. Hozir videoni 32 tishim ko'rsatib montaj qilyapman, ishoninglar. Hamma qizga nasib qilsin shu o'zini wishlistlarini o'ziga shunaqa yopib yurish. Bu yerda kichkina Samiya xursand. Eng kayf joyi shu bo'lsa kerak. Telefonimni to'lab qildim, yoqib ochib berdim. Undan keyin eski telefonimdan yangi telefonimga narsalarni o'tkazib berishdi. Ungacha men kutib turdim Apple Store'da. Bu yerda men nima ko'rdim? Telefonim rangidan MacBook bor ekan, deyapsiz. So it's freaking cheap. MacBooklar 2,5-3 ming dollar bor, lekin bu studentlar universitesi ekan. Endi podarka qilib kelib qolsa deb aytib qo'yaman. Undan keyin telefonda hamma dokumentlari bilan telefon o'zini berdi. Sam telefonga o'tgandan keyin applarimiz chiqib chiqdim. Men shunaqa noensdagi chotka kontentlar olamiz. O'z oyatini action button deb oldim. Undan keyin morojnoye o'zim piyada azgincha aylandim. Gablokim oyog'im ortib olgandan keyin Origoga kirib turib, kola bilan pitsa oldim, uyga ketdim. Shunaqa chaqmoqli, yomg'irli ob-havo bo'ldi. Ovqatlanib tez uxladim. Xursandchilik kunimni sizlar bilan o'tkazdim. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bye. Xayr.